Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Amerika Mudofaa ministri Xitoyning tahdidiga taqobil turayotganligini bildirdi. Amerika Mudofaa ministri Pete Hegseth Amerika hukumatining Hind-Tinch okean rayonida Xitoyni to'sish va rayonda tinchlik o'rnatish uchun xizmat qilayotganligini bildirdi. Al Jazeera kanalining 26 mart xabar qilishicha, Hegseth so'zida Amerikaning Hind-Tinch okean rayonida Xitoyning barg'ansiri kuchayayotgan tahdidiga taqobil turish uchun tirishayotganligini ta'kidlagan. Hegseth bu haqda e'lon qilingan yozma bayonotida Amerikaning to'sish va hujum qilish iqtidorini taraqqiy qildirish uchun xizmat qilayotganligini, Amerika prezidenti Donald Trumpning kuch orqali tinchlikka erishish usulini qo'llanayotganligini bildirgan. U yana biz zo'r halok qilish iqtidoriga ega yiroq masofalik F-47 aeroplanlarini ishlab chiqarib, ittifoqdoshlarimiz va hamkorlashuvchilarni qurol bilan ta'minlash uchun harakat qilyapmiz degan. Xitoyning sanoat kirimi kutilmagan darajada tövalladi. Xitoyning sanoat kirimi kutilmagan tariqada tövallab ketgan bo'lib, Xitoyning kelgusi iqtisodiga nisbatan andisha paydo qilgan. Janubiy Xitoy shahar pochtasining 27 mart xabar qilishicha, Xitoy davlatlik statistika idorasining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda 2025-yilning boshlarida Xitoy sanoat korxonalarining kirimi o'tgan yilning o'xshash mazgili bilan selishtirganda 0.3% tövallagan. Bu tövallash 12-oydagi qisqa muddatlik foyda asliga kelgandan keyin yuz bergan bo'lib, Bloomberg iqtisodshunoslarining 1-2 oylardagi 9% o'sish mo'ljarining aksiga bo'lgan. Korxona foydasining tövallashi Xitoy iqtisodining asliga kelish mumkinchiligining tövalligi haqidagi andishiga sabab bo'lgan. Iqtisodning asliga kelishi tijoratchilarning savdo ishonchi va mablag' selishni oshirishi uchun muhim masala hisoblanadigan. Buningdan sirt Amerikaning boj o'stirish tadbirlari Xitoyning eksportiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lib, davomlashayotgan pul paxolligi besimi va Amerikaning savdo urushining salbiy ta'siri Xitoy korxonalarining iqtisodiy muhitini texmi murakkablashtirayotgan. Xitoy Amerikaning ittifoqdoshlarini yeniga tortishga urinmoqda. Xitoy Trump sababli andishiga tushgan Amerikaning ittifoqdoshlarini qoyil qilishga o'zining yeniga tortishga urinmoqda. New York vaqti gazetasining 27 mart xabar qilishicha, yaqinda Tokioda o'tkazilgan yig'inda Xitoyning eng yuqori darajalik amaldori Wang Yi Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya o'rtasidagi savdo va muqimlikdan umidvor ekanligini bildirib, rayonlik hamkorlikning muhimligini hamda buning Amerika qatorliq yiroqdagi ittifoqdoshlarga tayinishga qaraganda ahamiyatli ekanligini da'vo qilgan. Ammo suhbat davomlashayotgan bir paytda Xitoyning ikki soqchi paraxoti Yaponiya va Xitoy o'rtasida egilik huquq talash tartishi davomlashayotgan dengiz rayoniga oshkora kirib, Yaponiya dengiz soqchilarining aralashishiga sabab bo'lgan. Bu sababli Yaponiya tashqi ishlar vaziri Wang Yiga Xitoyning orollar atrofidagi kuchayotgan faoliyatlariga qarshi norozilik bildirgan. Bu ahvol Xitoyning hamkorlashishni ilgari surish bilan bir vaqtda zamin da'vosi qilishdan iborat qo'sh strategiyasini aks ettirdi ekan va shundaqli Trump hukumatining ta'siri ostida qo'shni davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarni boshqarish urinishlarini ko'rsatdi ekan. Xitoy Tayvandagi bir nashriyat savdogarini qamoq jazosiga hukm qildi. Xitoy bo'lgunchilikka quturtish bahonasi bilan Tayvanda yashaydigan bir Xitoy nashriyat savdogarini 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Fransiya xalqaro radiosining 26 mart xabar qilishicha, Xitoy Tayvandagi bir nashriyat o'rnining bosh muharriri Li Yanxeni bo'lgunchilikka quturatqulik qilish bahonasi bilan 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Bu ahvol Xitoy sirtida Xitoy rejimini tanqidlaydigan asarlarni nashr qilishning bexatarlik masalasi to'g'risida andisha qo'zg'agan. Bildirilishicha, Li Yanxe Tayvanda yashaydigan Xitoy fuqarosi bo'lib, 2 yil ilgari Xitoyga sayohatga borgan vaqtida tutqun qilingan hamda qamoq jazosidan sirt 50 ming yuan jarimani qo'yilgan. Tayvan hukumati buni tanqid qilib, Tayvanning nashriyat va madaniyat sohasini bostirish harakati deb qaragan. Bu vaqa Xitoy nashriyat sohasida Xitoy rejimi bilan munosabatlik sezgur temalardagi asarlarni nashr qilish sababli o'tirg'i chiqishi mumkin bo'lgan oqibatlar to'g'risidagi andishalarga sabab bo'lgan. Bu ahvol ilgari ba'zi kitob savdogarlarining o'zlarining nashriyotlari tufaylidan o'xshash tahdidlarga duch kelgan voqealar bilan o'xshash ekan.
Trump Amerika bilan Afg'onistonning aloqasini tinch yo'llar bilan kuchaytirmoqda. Trump hukumatı Amerika bilan Afg'onistonning aloqasini tinch yo'llar bilan kuchaytirishga boshladi. Diplomatiya siyosat to'rining 27 mart e'lon qilgan bu haftalik Janubiy Osiyo dokladida bir qancha muhim taraqqiyotlarni ta'kidlagan. Buning biri Taliban hukumatı Amerika fuqarosi George Gleizmanni qo'yib bergan bo'lib, Amerika vakillari Kabulni ziyorat qilgan. Gleizmanning qo'yib berilishi 2 yildan ortiq qamoqda tutib turilgandan keyin ishga oshgan bo'lib, bu Amerika amaldorlarining 2021-yili Taliban qayta hokimiyat beshiga chiqqandan buyon tunji qatim Afg'onistonni ziyorat qilishi bo'lib qolgan. Buningdan boshqa Amerika haqqoniy to'g'riga munosabatlik 3 nafar Taliban rahbari haqida uchur ta'minlovchilarga beriladigan mukofot pulini amaldan qoldirib, Amerikaning Talibanga qarata pozitsiyasining o'zgarganligini ifodalagan va Amerika fuqarolarining qo'yib berilishiga o'xshash cheklik nishonlari uchun amaliy yo'l bilan aloqa qilishni ta'kidlagan. Bu haftalik Janubiy Osiyo dokladida yana Xitoy, Hindiston va Bengalning munosabatini analiz qilingan bo'lib, Bengalning vaqtliq rahbari Muhammad Yunusning yaqinda Xitoyni ziyorat qilishi bosh ministr Hasina vazifasidan iste'fo bergandan keyingi muhim diplomatik aloqani belgilagan. Yunusning ziyorati Bengal bilan Xitoyning diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligini xotirlash uchun bo'lib, Hindiston buningga qarata andisha qilmoqda ekan. Bengal bilan Hindistonning munosabati sovushga qarab yuzlangan bo'lib, Yunusning iqtisodiy hamkorlikni ilgari surish, Xitoyning Bengalga mablag' selishini jalb qilish va foydali qarz shartlari to'g'risida suhbatlashishi kutilmoqda ekan. Ammo Xitoy bilan cho'nqurlashgan harbiy munosabatning Hindistonni g'azablantirish ehtimolligimi andisha paydo qilgan. Angliya moliya vaziri ijtimoiy ta'minot chiqimlarini ozaytirganligini bildirdi. Angliya moliya vaziri texmo ko'p ijtimoiy ta'minot chiqimlarini qisqartirganligini bildirdi. Birlashma xabar agentligining 26 mart xabar qilishicha, Angliya texmo ko'p ijtimoiy ta'minot chiqimlarini qisqartirish bilan birga davlat mudofaa chiqimlarini oshiradiganligini jakarlagan. Angliya moliya vaziri Richard Reeves yaqinda ijtimoiy ta'minotni qisqartirganligi va mudofaa chiqimlarini oshiradiganligini bildirgan bo'lib, buning sababi iqtisodiy o'sishning tuvanligi va qarzlarning yuqori bo'lib ketishi ekan. Uning bayonoti Xamchot mas'uliyat idorasi chiqargan iqtisodiy mo'ljarga berilgan javob bo'lib, bu oldin qilingan mo'ljarning o'sishiga bo'lgan umidni tuvallatishi va ijtimoiy ta'minot o'zgartishlarining va'da qilingan tejash nishonini amalga oshira olmaydiganligini namoyon qilishi deb qarash mumkin ekan. Reves navbatdagi dunyo bexatarlik masalalariga taqobil turish uchun mudofaa chiqimini 2 milliard 200 million funt sterlingga oshirishni planlagan. Garchi pul paxalligi ozroq tuvallagan bo'lsa-mu, iqtisodiy qiyinchiliklar yana mavjud ekan. Shimoliy Koreya bu yil Rossiyaga yana 3000 askar avatgan. Janubiy Koreya armiyasi Shimoliy Koreyaning bu yil Rossiyaga qo'shimcha 3000 askar avatganligini va Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini qo'llash maqsadida boshqariladigan bomba, zambirak va o'q-dori to'shishni davomlashtirayotganligini ilgari surgan. Janubiy Koreya bosh shtabi payshanba kuni bayonot e'lon qilib, yanvar va fevral oylarida qo'shimcha 3000 askarning zapas qism sifatida avatilganligi mo'ljallanmoqda degan. Bayonotda Rossiyaga dastlabda avatilgan 11000 Shimoliy Koreya askaridan 4000 nafarining o'lganligi yoki yaralanganligi ilgari surilib, Shimoliy Koreya odam kuchidan boshqa boshqariladigan bomba, zambirak uskunalari va o'q-dori bilan ta'minlashni davomlashtiryapti deyilgan. Janubiy Koreya bosh shtabi yana urush maydonidagi vaziyatga qarab bu sonlar eshishi mumkin deb ogohlantirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.